Assalomu alaykum, umaqtishik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz chaqmoqda. Burunqi zamonda bir askar o'tgan bo'lib, bir perxun ayol uningga nurg'un tilla bilan bir dana chaqmoq qutib beribdi. Askar shahar ichidagi eng esil mehmonxonada yetibdi. Yaxshi kiyinib, esil g'izalanibdi. Uzun o'tmay uning tillalari tugab, sham setib olg'ichilikmi puli qolmabdi. Bir kuni kechda tuyuqsiz chaqmoq qutining ichida yarim tal shamning borligi esiga kelib, shamni qo'liga oldi. U chaqmoq qutini chaqmoq teshiga surkagan ekan, o't uchqunlari bilan tang uyda bir it paydo bo'ldi. It yoniga kelib, "Ugam, qandoq topshiriqingiz borkin?" deb so'rabdi. Askar hayron bo'lib, "Sen menga ozroq pul tepib bera olamsan?" debdikan, hayol o'tmayla it liqilla qachilangan bir xaltani elib ketdi. Aslida bu chaqmoq quti bir atvor narsa bo'lib, uning ichida 3 it bor ekan. Askarning nimaga ehtiyoji bo'lsa, u itlar shuni tayyor qilib berar ekan. Podshohning nihoyatda chiroyli bir qizi bor bo'lib, podshoh qizini o'rdining sirtiga chiqarmaydi ekan. Shunga fuqarolar malikaning go'zal ruxsarini ko'rib boqmagan ekan. Askarning malikaning go'zal ruxsarini ko'rib boqqisi kelib, bir kuni kechda chaqmoq qutini chaqmoq teshiga surkatdi. Hayol o'tmayla heliqi it tatliq uyqudagi go'zal malikini yutib ketdi. Askar malikining husn jamolini ko'rib bo'lgandan keyin it malikini o'rdiga olib qo'yibdi. Malika uyg'onib, "Men ajoyib bir tush ko'rdim. Tushimda bir it meni yutib, bir yigitning yeniga opardi" debdi. Bu gapni anglagan podshoh malikidan ansirab, o'rda kenizikini malikini hech kunduz saqlashga buyuribdi. Askarning malikini yan ko'rgisi keldi. It malikini yutib elib mengibdi. Kenizak ayol itning kaynidan tuydirmay agishib mengib, askarning uyiga kelganda uyning eshigiga kirist suzib belgi qilib qo'yibdi. It malikini o'rdiga olib qaytashida eshikka suzib qo'yilgan kirist belgisini ko'rib, butun shahardagi uylarning eshigiga o'xshashla kirist belgisi suzib qo'yibdi. Shuning bilan podshoh askarni topolmabdi. Oxir kenizak ayol malikaning ko'ngliga bir to'shik yonchiq tikib, ichiga un qachilab qo'yibdi. It malikini yutib askarning uyiga elib menganda, malikaning yonchiqidagi un to'xtamay yo'lga to'kilib mengibdi. Bu qitim podshoh askarni tutib olib, uni darg'a osmoqchi bo'lib, butun shahar xalqini yig'ibdi. Askar dong oldiga kelib, "O'lish oldida bir tamaki chekib olsam" degan ekan, podshoh uning talabiga ma'qul bo'ldi. Askar chaqmoq qutini chiqarib 3 qatim surkagan ekan, tuyuqsiz 3 it paydo bo'ldi. Maydondagi kishilar hayron bo'lishib, qarashib qoldi. Askar itga, "Ular meni darg'a osmasin" degan ekan, 3 it yopirilib berib, podshoh va uning qo'l ostidagilarni tishlab qochib o'tdi. Maydondagi kishilar tamma cho'qirishib, "Askar bek botir ekan, u podshoh bo'lsin, uning ta'li bor ekan, u malikani amriga olsin" deb yoqirishdi. Askar oxir podshoh bo'lib malikani amriga oldi. 3 ismi ziyofatga qatnashib, yeb ichib, xushalliqqa cho'mibdi. Kichik
Dostlar, bugungi choychikimiz mushu yergacha. Allohga omonat.